Assalomu alaykum barchaga. Ismim Muhammadjon. Millat umidi universitetining 4-kurs IT talabasiman. Hozirda Garvard universitetida bo'ladigan 49-chi HBR konferensiyasiga Millat umidi talabasi sifatida, ya'ni delegati sifatida O'zbekistondan tashrif buyuryapman. Xo'p, o'zi HBR nima? HBR degani bu Harvard Project for International Relationship, ya'ni International Relations deb ataladi odatda. Bu konferensiyada Osiyo va xalqaro talabalar Garvarddagi kampusda yig'ilib, Osiyo va butun dunyoda bo'layotgan global muammolarga yechim topish uchun birgalikda yig'iladi va u yerda spikerlar mana shu mavzular haqida gaplashilinadi, talabalar bilan fikrlar almashilinadi. Bu yilgi konferensiyada juda ham ko'p o'zbeklar tashrif buyurishi kutilyapti, xudo xolisa, va biz o'zimizni umumiy muammolar haqida albatta gapirishlikni niyat qildik. Ya'ni bizda qanaqa muammolar bo'lishligi mumkin? O'zbekiston holatida keladigan bo'lsak, o'tgan yilgi konferensiyada, ya'ni HBR'ni o'tgan yilgi Amerikada bo'lgan konferensiyasida o'zbekistonlik talabalar, o'zbekistonlik delegatlar Orol dengizini qurishlik bo'yicha ana shu yerda o'zlarini spichlarini gapirib berishgan va bu butun dunyoni e'tiborini tortgan. Va hozirda ba'zi manbalarni eshitishimiz bo'yicha kelib, hozirda Orol dengizini o'rganayotganlik haqida ma'lumotlar ham o'qidim. Demak, shunaqa umumiy konferensiyamiz shu haqida bo'ladi. Endi umumiy holatda konferensiyani qanaqa bo'lganligi, grantlar, umumiy ma'lumotlarni beradigan bo'lsam, xo'p, menga bu konferensiyani o'zi Millat umidi universitetining 4-kurs, ya'ni уже bitirib ketgan, allaqachon bitirib ketgan talabasi Bahodir ismli bola menga tavsiya berib qoldi. Biz Bahodir bilan juda ham ahil, inoq, billa katta bo'lgan bolalarmiz. Ko'rishib qoldik-da ko'chada, u menga aytdi, что HBR ga topshirgan o'tgan yili, hamma narsa dokumentlar topshirgan va topshirgandan so'ng afsuski u viza ola olmagan. Viza ola olmagandan keyin menga u aytdi, что shunaqa konferensiya bor, davay topshirib ko'ring dedi. Ana shu kunni o'zida qarasam oktyabr oylari edi ekan va men uni saytini, HBR'ning o'zini saytini ochib ko'rdim va qarasam application ochiq ekan. Keyin tushunishim bo'yicha u yerda ikkita application ochilar ekan. Ya'ni birinchi holatda ochiladigani bu early action, ikkinchisi bu regular decision. Early actionda topshirgan odamlar scholarship uchun ham topshirish imkoniyatiga ega edi. Xo'p, early actionda nimalar talab qilinadi? Early actionda bizga asosiy talab qilinadigan narsa bu CV va 3 ta letter. Va albatta bizga agar universitetda bo'ladigan bo'lsak, universitet haqidagi informatsiyalarni ham kiritib ketsangiz bo'ladi. Endi agar siz early actiondan kech qoladigan bo'lsangiz, u sizda уже regular decisionga topshirishga majbur bo'lasiz, scholarshipga topshira olmaysiz. Agar scholarshipga topshiradigan bo'lsangiz, sizda yana bitta essay talab qilinadi. Ya'ni sizda umumiy sonda 3 ta essay talab qilinadi. Eng kami 250 ta so'zdan iborat bo'lishi kerak. Umumiy mana shularning proseslarga taxminan 1,5 hafta vaqt ketdi. Essaylarni yozib, hammasini topshirishimga 1,5 haftadan vaqt ketgan bo'lsa, undan keyin 2 hafta davomida men bu narsani javobini chiqishini kutdim. Ya'ni ikkinchi bosqichga o'tish uchun. Ikkinchi bosqich hammada har xil bo'ladi. Ba'zi odamlar uchun birinchi bo'lishi mumkin, intervyu bo'lishi mumkin, ikkinchisi video upload. Ya'ni sizdan intervyu uchun videoni upload qilishingiz so'raladi. Ya'ni 5 ta savol beriladi. 5 ta savolga siz javob tariqasida video shakllantirishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, menda unaqa bo'lmadi. Ya'ni menda intervyu bo'lishga qaror qilishdi. Что intervyuga menga email keldi va emailda men o'zim xohlagan vaqtni schedule qildim. Bitta narsani inobatga olmagan ekanman, что men darsim bor edi. U paytda men o'zim dars o'tardim. Shunga kechki payt darsim tugatishim bilan intervyu boshlanishi kerak edi. Soat 8 da darsimni tugatyapman. Keyin esimga tushib qoldi, что intervyu borligi. Keyin eng qiziq bo'lgan narsa, intervyuga ozgina kech qolib kirdimda, Zoomda shunday kirsam, o'tirgan ekan, ya'ni intervyuer Garvard talabasi, biomedical engineering talabasi ekan. Suhbat boshlandi. Boshida o'zim haqimda gapirib berdim, nimalar haqida qilishligimiz, konferensiyada nimalar bo'lishligi haqida gaplashdik-da. Keyin ya'ni bu yerda intervyu sifatida emas, conversation, friendly conversation boshlanib ketdi. U bilan men o'rtamda, ya'ni men savol berishga harakat qildim. Hech kimda bunaqa narsa kuzatilmagan ekan oldin. Gapirdim, что savollar berdim, Garvard qanaqa o'qiysan, Garvardda o'qish qanaqa, keyin konferensiya qanaqa, nimalar haqida bo'ladi, shu haqida savollashib ketdik, gaplashib ketdik va o'rtacha 10-15 daqiqa davom etdi intervyu. Intervyudan so'ng men o'zimga confident bo'lib, что tushundim, menimcha qabul qilindim deb o'yladim. 2 haftadan keyin menga уже acceptance letter keldi HBR bo'yicha. Lekin scholarshipga keladigan bo'lsak, hozirgi paytda HBR ga scholarship yutish juda ham qiyin. Men o'zim bugun yaqinda bitta narsani ko'rdim, что o'zbekistonlik
bir donagina talaba HBRdan scholarship yutgan. U ham eshitishim bo'yicha yaponiyalik aka. Yaponiyada PhD qiladigan akamiz bor ekan. Ana shu odam scholarship yutishgan. Scholarship nimani cover qiladi deydigan bo'lsanglar, ya'ni o'zini feesi bor, conference fee bor. Ana shuni cover qilib beradi. Ya'ni bu yerda hech qanaqa travel arrangementlarga, boshqa narsalarga to'lab berishligini hozirgacha ko'rmadim, balki to'lab berar. Lekin men bilganim, что u faqatgina conference feeni to'lab beradigan bo'ldi. Shunaqa qilib, hozirgi paytda endi konferensiya hozir 49-si bo'lgan bo'lsa, taxminan adashmasam, yubiley 50-si endi Boston shahrida 6-fevraldan 8-fevralgacha bo'ladi. 2026-yil va unda xudo xolasa O'zbekiston shahrini, Millat umidi shahrini xudo xolasa delegat sifatida tashrif buyurish bizga ham nasib qildi. Agar sizda ham mana shu HBR Harvard Projects for International Relations ga topshirmoqchi bo'lsangiz, albatta savolingizni izohlarda qoldiring va albatta biz izohlarda javob beramiz.